Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimga xush kelibsiz. Ishlarni chiqarishda davom etamiz. Bugun ikkita JSB traktoriga ish chiqaramiz. Birinchi ishimizdan boshlasak, bu Podmoskva Stupina tomonda bo'ladi. Mana shu yerga rasmini qo'yaman. Oylik soati 800 rubldan ish ofitsiyani oyliklar o'z vaqtida beriladi. Turda oydagor ham qilib beriladi. Kerak bo'layotgan dokument har doim aytgandek, birinchi navbatda rossiyaska pravoyez, keyin patentingiz ham bo'lish kerak. Eng asosiysi optga e'tibor qilasiz. Opt minimum 1 yillik opt bo'lishi kerak. Bez opt ishga ola olmaydi. Haydatib, tekshirib ko'rib, keyin ishga oladi. Ikkinchi ishimiz ham Podmoskva, bu Podolsk tomonda bo'ladi, JSB traktorga. Buni oylik soati 700 rubldan yashash joyda tekin. Bu ishimiz ham ofitsiyani oyliklar o'z vaqtida beriladi. Turda oydagor ham qilib beradi. Bu ishga ham birinchi navbatda rossiyska pravoyez bo'lishi kerak, patent обязательно bo'lishi kerak. Bu ishga ham opt bo'lishi kerak, minimum 1 yillik. Bu ishda ham optingizni tekshirib ko'rib keyin ishga oladi. Ish beruvchilarning nomerini har doimgidek kommentariya va opetsiyada yozib qoldiraman. Nomerlariga bog'lanib, bemalol borib ishni boshlashingiz mumkin. Keyin bilasiz, spesteknikalarga rossiyska prava qilib beraman. Hozirda 18-iyunga ekzaminga joylar bor, faqat shoshilamiz. Joylar soni cheklangan. Agar sizga spesteknika va traktorlarga rossiyska prava kerak bo'lsa, o'zimni WhatsApp va Telegram nomerlarimni ham kommentariya va opetsiyada yozib qoldiraman. Bemalol prava bo'yicha o'zimga bog'laning. Ish bo'yicha kommentariya va opetsiyada shu telefon nomerini va ismlarini yozib qo'yaman. Ish beruvchilarga bog'lanib, borib bemalol ishni boshlayverasiz. Pastga kommentariya va opetsiyada Telegram guruhim ham bor. Albatta obuna bo'ling. Eng kerakli ma'lumotlarni doimo Telegram guruhimga joylab boraman. Ish haqida fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, podpiska va bittagina like bosib qo'yishni unutmang. Kelgusi sonda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.